nima gap bolalar, qalaysizlar? Bolalar, mana Dilshak 2026 yangilanibdi. Rivaldoni bizda Barsa davrimi deymanda, Barselonadagi davrimi deymanda. Bizni taktika kim sotish kerakligini bilmadim, lekin mana shu o'yinchini sotar ekanmiz. Shu o'yinchi sotilar ekan, ichidan bitta shu sotib yuboramiz. Keyin mana qora o'yinchilar o'zgaribdi. Kim ko'rgan bo'lsa aytsin. Cannavaro ketdi. Cannavaro, italiyalik Cannavaro, Sibi, Real Madrid deyishgan. Real Madridda o'ynagan bo'lsa kerak bu. Cannavaro juda kuchli himoyachi. Sibi bundan o'tishda iloji yo'q bo'lsa kerak. Hamma narsasi ko'rayotgan bo'lsalaringiz 81, 82, 80, 80, 88, 89, 90, 95, 53 jetiyor. Bo'y faqat sal kaltalik qiladi. Cannavaro juda kuchli o'yinchi. Bizga hozircha bu kerak emas. Disalli bu ham juda kuchli o'yinchilardan. Fransiyalik Sibi bunday kuchli komandada o'ynamagan, Napolimi shularda o'ynab yurgan komandadan bo'lsa kerak. Speed 81, Asiban shunisi 75, Start 86, Stress 94. Bu ham juda kuchli. Bergenbauer shuda. Bu juda kuchli o'yinchi. Sifi buni kim bo'lsa ham maslahat beraman. Mana shu 85. Shu bilan Cannavaroga harakat qilingizlar. Disalligancha harakat qilib yotmangizlar. Bu shartda emas, lekin bu ham himoyada zo'r harakat qilsalaringiz bo'ladi, lekin bundan ko'ra bu juda kerak sizlarga. Endi mana deb Rivaldoni ko'ramiz. Rivaldo AMF ekan, braziliyalik. Buni ham taktikasi zo'r ekan. Bundan 5tami 100 chiqara olsak kerak. Yaxshigina harakat. Bular zo'r o'yinchi barisi. Bu yerda 40 ta olmosga tarkib tuzib ko'ramizmi? Sinab ko'rish kerak, lekin yoqmadi bizga. Bizda Rivaldo bor. Rivaldo it bo'lyapti. Qarang, kuchayishdi. Hamma deyaveramiz Rivaldoga. Nima bo'libdi? Qani ko'raylik. Bu ana bitta 193 bu Rivaldodan qarang kuchayganini. Bu juda zo'r. Lekin Rivaldoga berishga men qiziqmayman. Men mana shu yerda Rafinyaga bitta berib ko'ramiz. 90 bo'lsin ham. Rafinya 298 tepadan chiqib ketdi. Rafinya juda kuchli bo'ladi. Albatta bu o'yinchilar hech qachon o'tkazmaydi bu tarkib. Mana bularga juda qiziqayapman. Nima uchun? Saudi American Ali Stars. Mana shu tarkibni hamma ko'rish shart. Qiziqdim men. Bir ko'rib chiqaylik. Nima qilamiz? Barsa akkauntni full qilishni boshlashimiz kerak. Necha kunda, necha oyda full qilib bo'lamiz? Taxminan yordam berib boringlar. Aubameyang bor ekan ularda. Barselona o'yinchisi Aubameyang. Alvares. Nima yutib charchayapsan, Alvares? Aubameyangdan hat-trick. Bu biz tarkibda bo'lyapti-ku. Pacho. Tush o'zing joyingga. Martinez, Alisson, Luis Diaz,
Luis Diaz. Boshqa ilojimiz yo'q. Mana shunday o'ynab ko'ramiz. O'tolsak o'tdik. Men taxminan 3 ta gol urishga harakat qila olaman. Chunki men Barselona muxlisiman. 3 ta gol ham gapmi devdik. Uramiz. O'tkazib qo'ymasak uramiz. Hayda. Pas. Xato. Hakimi Ashraf olib qolgan joyini qarang-de. Oyog'i tegib qoldi. Zarbaga golni qarang, golni. Bu Valverde deyishadi, Valverde. Ayash yo'q bizda, ayash yo'q. Zarbani qarang, zarba ham zarba bo'lib chiqyapti-da. Ishonmagan edi. Valverde birinchi golni o'zim kirgizib beraman deb aytdi. Gol bo'lsa goldek bo'lsin deyapti. Mana bunaqa chiroyli golni hech kim ko'rmagan deb aytdi umrida. Yana bitta gol, bunisini endi Alvarezdan kutamiz. O'tkazib qo'ymasak Alvarezdan kutamiz. Alvarez ham harakatda barakat. Asta sekin. Xato. Niye qilding, Vinni? Chopmaysanmi? Xato sifatli o'tkazib qo'ydik. Mag'lubiyat tufayli endi ne qilamiz? Bizlar hamma narsani qilib ko'ryapmiz. Endi mana shu Barselona akkauntimizni full qilishimiz kerak. Kuchaytirgich qaytib yig'sak bo'ladi. Asta sekinlik bilan kuchaytirib olarmiz-da. Bu anasi 74 mingga kelyapti. Shunaqa asta hammasini yig'ib olamiz, ikkalasini ham olamiz. Qimmat o'yinchilar kelib qolmoqda. Shunaqa kelsa olishimiz mumkin. 180 bu ham sal qimmatli qiladi. Bizga hozirda bo'ladi bu. Bular qimmatli qilyapti. Bitta o'yinchi olamiz bundan keyin. Shu o'yinchini olib yuboramiz. Endi sotamiz har bittasini. Kuchaytirishlar ko'paymoqda. O'yinchilarimiz sal bo'lsa ham yaxshigina full bo'lib qolsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Eldor Shomurodovni bilmay sotib qo'ydik. Qaytarib olamiz. Eldor Shomurodovni bilmay sotib qo'ydik. Esiz 30 ta almas ketib qoldi. Eldor Shomurodov kimsan? Eldorni sotib qo'yyapmiz. Qaytarib ham ola oldik. Endi asta sekinlik bilan full qilishga o'tamiz. Kuchaytiraveraylik. Qani bir nima bo'lardi. Qiziqdim. Bitta bosib ko'ray. Kelmadi lekin. Qani o'yinchilar full qilish boshlandi. Barselona tarkibimiz nihoyat full bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang kanalga. Obuna bo'lib qo'ying. Ketdik qanaqa. Barsa 84 bo'lmadi. Bittasini bo'lsa ham reytingini baland qilamiz. Eldor Shomurodovga tushyapti. Eldor Shomurodov ham bo'lmadi. Pedri 87 bo'lmadi.
Rafinyaga tushsa Rafinya bo'lishi mumkin. Pedri 87 bo'ladi endi. Yana 87 bo'lmadi. Joao Felix 79 gol. Bittasi reyting ko'tarilarmikan? Usmon Dembele ham ko'tarilmaydi reyting. Chunki ularga to'g'ri tushmayapti. Rafinha tushdi-ku nihoyat. Baldi 85 bo'lmadi. Baldi birortasini ham kuchaytira olmadik-ku. Bittaginasi bo'lsa ham yaxshi kuchayadi degan edim, lekin kuchaymay qoldi. Endi harakat qilamiz. Endi bundan buyoq yaxshilab kuchaytirib, qarangizlar, onlayn o'ynash kerak. 3-2-1. Shu o'yinda o'ynashga yomon ham qiziqib ko'rdim. G'alabani olamiz. Luka Modric, Williams. Bunaqa tarkiblarda o'tolmasak kerak bizlar. Lekin bizlarni ham bular ham o'tolmaydi. Bizlarni ham o'tish bular uchun ham emas. Shu o'yinni ko'rib turgan hollaringizda bizlar ham g'alabani qo'lga kiritamiz. Ishonaveringizlar. Hech joyga shoshilma. Kubarsi qizil oldi. Boshqa ilojim yo'q edi. Boshqa ilojda qoldirmadi. Yo'q, hatto temir. Williamsni qaytarsak bo'ldi. Williams internet ishlamay qolmoqda. Bular juda kuchlimi deyman-da. Williams bizda kim? Shiyasni turibdi. O'tkazishyapti men u. Shiyasniga ishonaman. Yetadi. Rivaldo. Zarba gol emas. Luka Modric zarba. Har bitta zarbani qaytarib taylamoqda. Iloji yo'q. Harakat qilamiz endi, ne qilaylik boshqa. O'tamiz deb turibman, internet ishlasa g'alaba bizniki. Qayoqqa shoshilasan? Shesniga urish oson emas. Xatoing tufayli yana ketib qoldi, yana o'tkazib qo'yapsiz. Kubarsi yo'qlik qilyapti. Yo'q, gol o'tib ketdi. Williams. Inaki Williams gol urib ketmoqda bizga. Javoban nechta gol kiritamiz Williamsga? Javoban 3 ta gol uraman deb turibman. Javoban shu tarkibda o'tmasdan qo'ymayman. O'tqazish ham yo'q. O'tish bo'lmasa, o'tqazish ham yo'q. Lekin bu tarkib kuchli ekan. Williams kerak bo'lsa jarohat oldiramiz. Lekin o'tkazmaymiz. Rivaldo. Nihoyat o'tamiz. Hali o'yin oldinda. Yaxshilab kelishib olaylik. Kimni qo'ysak bo'ladi? Kimlarni? Shesni, Kundi, Kubarsini o'rnini yo'qotishimiz kerak. Kubarsini o'rniga himoyachi kerak. Shunaqa o'ynaymiz, boshqa ilojimiz yo'q. Himoyani berib qo'ysak, o'tkazib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha Williams xato. O'zimizda xatomiz bilan o'zimiz o'rnashib qoldik. Williams
Yutqazdikmi deymanda. Nega bunaqa qilyapti? Nima o'yin olmayapmiz? Yu. Yutqazishimiz kerak emas. O'ynashimiz kerak. Rivaldo o'zing haydamaysanmi? Bunga ishonishga hojati yo'q. Mamin topolmayapti. Williams endi yopayapti. Endi yopish endi kechdi. Chunki ikkita gol o'tib ketdi. Ular kuchli ekan. O'zi himoyani bermayapti. Yo'q, hatto ne bunaqa muncha xatolarimiz ko'payib ketmoqda. Ikkita gol. Muammo anchagina endi. Ana shu muammo golni amalga oshiramiz. O'tib ketmoqda bu. Rul tegmay qolyapti. Ko'rinmas bo'lib qolgan ekan. Ana shu rolni ko'rinarli qilishimiz shart. Uni qilish uchun vaqt ketadi. Rol tegmay qolyapti-da. O'tib ketdim. Birga bir chiqdim, rol ishlamay qoldi. Kamida bitta degandim, bitta ishlamay qoldi. O'tkazib qo'ydik-ku. Ko'ramiz. Sendakalarni yeb qo'yardim. Rol ishlamay qoldi-da. Bitta g'alabani olishim kerak edi. Obuna bo'lishni unutmang. Like, comment unutmang. Obuna bo'ling. Bu kanal sizga ko'p kerak bo'ladi.